Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Menga telefon qilayotgan asosiy kuzatuvchilarimizdan bular yosh katta hoji ona, hoji dodalarimiz qilishyapti. Bola mayda gullikni reklama qilsan, qanaqa rasvetkalari bor, tayyor o'lchamdagilari bormi, qizili bormi deb so'rashyapti. Men sizlarga ko'rsatmoqchiman. San'at asarini hozirgi kunda mana shu chetida ramkasi bor gilamlar trend bo'lyapti. Bilgan bo'lsanglar, dizaynerlar mana shunaqa gilamlar qidirib yurishibdi. Shunaqa klassika gulida bo'ladi. O'rtada bitta sentrovkasi bor. Ushbu gilamimiz shokildali hamda ko'rjali bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin 3x5 o'lchamda. Vorslari baland bo'ladi. Mana vorslarini sizlarga ko'rsatib o'taylik mana. Xudo xolisa narxini kvadrat metrini 159 ming so'mdan qilib beramiz ushbu gilamimizni. Necha o'lchamda kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, xudo xolisa razmerlarni qarab beramiz. 3x5 o'lchamimizda mana bitta bor. Kimga nasib qilgan bo'lsa xudo xolisa mana shu gilamni dastavka qilib chiqarib yuboramiz.